Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu apparatimiz hozir bitta sinab ko'ramiz. Harakatni tezlashtirishga yordam beradi deyapti. Hozir bitta endi oyoqqa, orqaga, belga yordam beradi deyapti. Bitta sinab ko'ramiz. Xo'sh. Bo'ldimi? Ketdimi? Gabiq. Kak o'z oyoqni bosasiz, no oyoqni ko'tarib beradigan narsa ekan, bor mana. Tezlashganda ham oyoqlarni ko'tarib beradigan asbob ekan. Bu kimlarga moslashtirilgan? Bu avariya bo'lib, endi o'zini holatini tiklayotgan insonlarga va qariya insonlarga o'ta zo'r narsa ekan, bor lekin zinalarga chiqishga ham o'ta yordam beradi. Va bu yoqda ko'rsatib qo'yasiz. Chang'i uchayotganda ham xuddi shu moslamalar, ya'ni qorga moslashtirilgan holatda u yoq bu yoqqa bemalol aylantirsa bo'ladi va tizzani holatini shu holatda o'zi yordam beradi. Bu hozir qancha harakat qilsangiz shuncha bu ham yordam beryapti. Mana bu narsa. Zo'r. Thank you bro. Shunaqa. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Bosamiz like. Thank you bro.